Assalomu alaykum azizlar. Hozir mana men kanalizatsiyadan mana uni 3 oy nariyada kalorisi urdim. Men yoqda qo'shninikini chiqarib berdim. Hozir o'sha yerdan yana bitta klient kelibdi. O'shani uyini qilyapmiz. Mana mana qilib kanalizatsiya tashlayapman. Ko'raverasizlar. Mana shunaqa qilib tashlab, mana haqiqiy mehnat, haqiqiy ish mana shunaqa bo'ladi. Azizlarim, o'zlaringiz sog' bo'lsizlar. Santexniklar hammalaringga salom. Mana otim Shuhrat aka Santexnik. Mana hozir mana birinchisini tashlayapman mana. Idealni qilib, cho'tki qilib, santimetr, millimetrga qo'yib, kanalizatsiyani to'g'riligini, qiyshiqligini to'g'irlab, hamma yo'g'ini olib ketyapman. Hozir endi bag'ini ko'rsataman. Hozir mana endi bag'i mayta glamniy kolodsiz bo'ladigan bo'lyapti. Nimaga siz platform qo'ygim kelmadi. Tozalaydigan joy qo'yib ketyapman, mayta kolodsiz bo'lyapti mana. Endi yana dalshi mana bu yoqqa qarab kirib ketyapmiz. Uni hali naryoqda montajlari bor. Mana shunaqa shakar ishlarda biz rahmatlik Rahmatjonnikida biz akalari, tog'alari chaqirtiruvdi, kelib qilib beryapman. Men maytda hozir mayaqqasiga rakvinaga chiqib ketaman. Uni bag'ini hali ko'lagamcha yo'q. Ini maytda kolodsiz bor ekan, qudug'diki undan bunaqasiga o'tib, bunaqasiga ketib, bunaqasiga olib kirib ketaman. Mana turbalarni mana 5 boladan oldim qizil turbalar. Juda zo'r ekan, 3 qalinlikda. Turkiyaniki ekan, Sammetsin Toshkent. Mana shunaqa narsalar bor ekan. Mana azizlarim ko'rib olinglar. Mana shunaqa qilib santimetr, millimetrga qilib qo'yib ketyapman hamma narsani. Unaqa skatam tez ham bo'lmasligi kerak. Nimaga desalaring, axlat qolib ketib, suv o'tib ketishi mumkin. O'shaning uchun 5 yuziga nimasiga 60 metrga 6 santimetr qo'yyapman. Mana shunaqa. Hammalaringga salom, Shuhrat aka Santexnik.